Bor yo'g'i 500 km yurgan mashina Hyundai Porter 2025-yilga 9-oy. Eng fulidan bo'lsin deysizlar, sandiqchasi bo'lsin, shapkachasi bo'lsin, bakovoyi oq bo'lsin, dugasi bo'lsin, unisi bo'lsin, bunisi bo'lsin deysizlar. Yana oxirida salon bo'lsin deb qo'yasizlar. Mana siz zakazingiz. Xuddi tandirdan yangi uzilgan non kabi bo'lib turibdi mashina. Pachka maslasidan. Buni olgandan keyin aytaverasiz. Oq tulporim bor edi, kimlar unga zor edi. Ot emas, u menga ham do'stu ham yor edi. Shoir bo'lib ketaman shekilli, mana shu ketishda nima deysizlar? Xo'p, mashinamiz yangi mashina akalar. Holat ideal. Qornida 1,5 metrli sandiqchasi bor, tepada shapkachasi bor mashinada. Shuni o'zini olamiz desanglar ham $200, $300 indamay kirib ketadi. Alohida kalit bilan bu yerda qulflab yursangiz bo'ladi, suv kirmaydi. Zavodskoy propan. Alhamdulillah 159 turbinaligidan ko'rsataman. Avtomat korobka Tiptronic 75 litrli orqasida propan baloni bor mashinani. Yuk yuklanmagan hali, yurgan kilometrga ko'rsanglar hali ochilib ham yopilib qo'ymagan, qaranglar. Mashinani taglari mashiva, nima deysizlar? Salonda yangi olganga yetmaydi, qaranglar. O, shtrixlar hali ko'chmagan. Balonni shu moylovchi qipchalaridan turibdi. Kalpagida farq qiladi. Eng fullarda mana shunaqa mayda tishli kalpaklar ishlatadi. O'rtaning uzunligi 1.65 ga 285 bir xil bo'ladi. Bongolar bilan birga qarang. Salondan chiqqan mashina bari boshqacha bo'lib turadi. Qani bismillah. Nima deysizlar? Nakitkalari hali olinmagan mashinani. Yopishtirib qo'yaylik. Egalari yetib olsa inshaalloh o'zlari bitta-bittadan sekin-sekin olishaveradi. Paketi bilan turibdi-da endi. Bu mashinani o'zi obzor qilishi kerak ham yo'q. Shunchaki prosta gapirmasdan ko'rsatib berishi o'zi kifoya qiladi. Yo'q, lekin bu mashinani gapirmaslikning iloji ham yo'q. Nima dedinglar? Yoniga o'tib ko'ramiz. Tonirovkani qimmatidan bosgan ekan o'zi ham. Qaranglar buni turishini. Donakkina bo'lib turibdi deydi-yu. Porter. Mashina narsa ko'pchiligida bo'lmaydi. Qanotchasi ham bor ekan yonboshda bitta. Keyin prostoylarda bilasizlar, bakovoy nimasi avarinkasi eshigida joylashgan bo'ladi. Fullarida bakovoyda joylashgan bo'ladi avarinkasi. Mashinamiz nimalari bor desanglar, har doim bilasizlar, 25 ga 6-oy, 1 ga 9-oy, 25 ga 9-oy tex pasport. Eng fullarda nikkel, aquaprint, oldi aquaprint, speaker bo'ladi, cruise control bo'ladi, klimat bo'ladi, monitor bo'ladi, Android 3-avlod versiyasi monitorda. Orqaga olsak avtomatik zadniyni ko'rsatadi. Klimat kontrol bor, abduf, abagriff, podagriff, rollargacha ham qiziydi. Orqa oyna spiral bor, multimediyasi mana shunaqa alyumin rangda bo'ladi. Palasa o'qiydi. Undan keyin mana pultini qarang, buni hali shtrixlari ko'chib ketmaganda. Ikkita pulti bor ekan. Mana bu orqa sandiqchaniki, tepa sandiqchani kaliti bo'ladi. Video registrator bor ekan, yangi mashinalar ko'piga video registrator o'rnatilmasdi. Mashinaga chiqmadim. Orqaga zadniga olayotganda buni yig'ishtirib qo'yaman. Yirtilib ketmasligi uchun sotib olgan odamga inshaalloh buyurib nasib qilsin. Sotuvda aloqaga chiqarasizlar. Tamojnigacha narxini aytib o'taylik. Buni eng qiziq joyini tashab ketyapmiz ekan-u. Narxiga keladigan bo'lsa, 19 ming bilan dastavka qilib yetkazib beramiz. O'zbekiston tamojnigacha 19 ming bilan yetib boradi. Rastomoshkasi alohida bir 14 ming atrofda plus-minus bo'lib chiqadi-da. Aloqaga chiqinglar, qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Rasm, videolarni qolganini hozir Telegram kanalimizga, gruppamizga qo'yib o'taman. Qarang. Prosta gapirmasdan tomosha qiladigan joyda. Mahallada yursangiz ham bir marta qaragan odam yana bir marta qaragisi keladi. Bitta-bitta rasmga tushib olaylik deydi-da bunga. Yangida 25-yil, hozir motorini ham ko'rsating deyishgandi. Motorni ochib ko'rsatamiz. Hali motor ham ochilmagan. Voy. Ochamiz. Qani bismillah. Voy, qarang buni motorning ishlashini. Masla bo'lib turibdi-da, qarang. Ovozini eshiting. Soatdek sanab ishlab turibdi. Inshaalloh
O'zbek pasport olamiz bu mashinaga, o'zbek bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Kimga shunaqa mashinalar qiziq bo'lsa, asosan Telegram kanalimizda, Telegram gruppamizda savdo qilamiz. Instagramdan, YouTubedan, TikTokdan ko'pchilik aloqaga chiqishyapti, javob bera olmay qolyapmiz. Telegram orqali aloqaga chiqsanglar, inshaalloh bitta-bittadan qo'ldan kelgancha ishlarni bitirib, xalq berishga harakat qilamiz. Mashinani parkovka qilamiz. Zadniga olsangiz, o'zi avtomatik, mana orqani ko'rsatadi kameradan. Qani ovozini qarang. Mana qizilga borsa yana boshqacha ovoz ko'rsatadi, chiqaradi-da. Ikkita pulti bor. Pult bilan kuchni yopib ketamiz. Bo'ldi mashina. Inshaalloh 566 kilometr probegda turibdi. O'zbek pasport olamiz bu mashinaga. Xo'p, nimasi menda? Kulchi menda. Mashinani qulflab qo'yamiz. Buni zamogi pultidan bo'ladi, bilasizlar. Ketdi endi.